bo'lsa olib ketardim. Sizni imoratlaringiz ham hozir shunaqa jazirama issiqda qaynab yotibdi. Xo'p, bu muammoga o'zi yechim bormi? Ha, bor. Buning uchun siz uyingizni teplоизоляtsiya qildirishingiz kerak. Uni qilganda ham o'z ishini mutaxassisi qilish kerak. Bu stend misolida to'g'ri teplоизоляtsiyani 10 ta bosqichdan iborat ketma-ketligini ko'rsataman. Birinchi nomerda bu sizlarning tashqi devoringiz. Uni har doim qalinligini so'rayman. 1,5 g'ish, 2,5, 2 g'ish. Shunga qarab bazaltni men qalinligini o'lchab beraman. Ikkinchi nomerda biz gruntovka qilamiz. Ba'zi hollarda shart, ba'zi hollarda shart emas. Uni men o'sha основанияni fasadni o'ziga borib ko'rganda aniq ayta olaman. 3-nomerda biz bazaltni kleyini so'ramiz. Maxsus kley bor. 4-nomerda biz bazaltni ko'rsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda juda ham ko'p ishlab chiqaruvchilar bor. Undan tashqari chetdan kiradi. Qalinligini men demak sizlarga tavsiya berib 50, 60, 70, 80, 100 mm qalinliklarni tavsiya qilamiz. Demak, undan keyin mana bazaltni yopishtirganimizdan keyin o'zini og'irligida ko'pchilik so'raydi, oqib tushib ketmaydimi? Yo'q, tushib ketmaydi. Biz o'sha bazalt qalinligiga qarab dyubilni ham uzunligini to'g'ri tanlab beramiz. 5-nomerda dyubilni ko'rsanglar bo'ladi. 6-nomerda biz suvoni urishdan oldin, demak, bazaviy sloy beramiz. Ya'ni setkani bo'ktirishdan oldin 6-nomerni bazaviy armiruющий sloyni suramiz. Undan keyin 7-nomerda maxsus fasadniy setka, ya'ni ishqorda yo'q bo'lib ketmaydigan maxsus fasadniy setkani bo'ktirib bazaviy sloyga, undan keyin mana 8 dan oldingi sloyni surib beramiz. Ko'rib turgan 8 gacha bo'lgan ishlarni biz hammasini как черновой etap qilib sizlarga topshiramiz. 8 bu, demak, gruntovka qilinadi. O'sha черновойdan keyin 9-nomerda tashqi отделка, ya'ni dojlik mineralkalarni misol keltirsa bo'ladi. Ana undan keyin unga 10-nomerda rang beriladi. Bilaman, hali ham bu narsani sizlar ortiqcha rasvod deb bilib olsizlar. Mana o'ylab qaranglar, 1 yilimizni 3 oyi sovuq kunlardan iborat bo'lsa, qolgan 9 oyi iliq va jazirama kunda. Agar sizlar bu stendga amal qilib to'g'ri ketma-ketlik bo'yicha uylarni, imoratinglarni izolyatsiya qilsanglar, sizlar hozir jazirama kunlarda o'zingizlarni imoratinglarni issiqdan himoya qilgan bo'lasizlar. Bu sohada 10 yildan ko'p tajribaga egamiz va hozirda ko'plab imoratlarga o'z xizmatlarimizni ko'rsatdik. Sizga ham shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling.